ITni 3 oyda o'rgansa bo'ladimi? Farg'onalik Umidjon aka qanaqa qilib ITni o'rganib, oxirgi 2 yildan beri yurtimizda eng katta IT kompaniyalaridan biri Uzinfocomda backend dasturchi bo'lib ishlab kelayotganlarini aytib beramiz. Ular hammanglar biladigan Prezident portali loyihasini tuzishda ham qatnashgan ekanlar. Endi o'qishni boshlagan paytlari yaqinlari programmist bo'lishlariga umuman ishonishmagan ekan. Chunki Farg'onada ko'pchilik IT orqali oila boqsa bo'lishiga ko'zi yetmagan. Lekin buni aksini isbotlash uchun o'zlari 3 oyda kerak bo'lsa kuniga 18 soatlab kod yozib, dasturlash tilini noldan o'rganib chiqibdilar. Lekin boshida rosa qiyin bo'lgan. Bitta topshiriq ustida haftalab o'tirgan ekanlar. Bu soha menga emas ekan deb tashab ketgan paytlari ham bo'lgan ekan. Oxiri bunaqa yursam bo'lmaydi deb ustoz topib, to'g'ri yo'lda rivojlanib, 1 yil ichida yana qo'shimcha bilimlarni o'rganib olgan ekanlar. Ana shundan keyin shu sohada ishlab ketibdilar. Bu darajaga chiqishingizga 3 yil vaqt ketibdi. Buni tezroq qilish iloji yo'qmi deb savol bersam, agar qaysidir kursga borib o'qiganimda ancha tezroq ishga kirgan bo'lardim. O'rganish jarayoni ham ancha osonroq bo'lardi dedilar. Hozir ishlayotgan ishxonam ichida Ustadi degan IT akademiya ochilgan. O'shatdagi kurslarni o'qisanglar jarayonni o'zida bizning ishxonada stajirovka qilib, men bosib o'tgan yo'lni 1 yilda o'tib qo'yasizlar deb qo'shimcha qilib qo'ydilar. Qanaqa kursligini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus qoldiringlar.